Salom qarindoshlar. Bu yuqoridagi 3 rasmdagi narsa qadimgi zamonda tarixchilarning deyishicha 4000 yil ilgari Uyg'urlar ishlatgan bir xil mashina ekan. Buni 1900-yili, buningdan 120 yil burunda Shveysariyadagi bir arxeologiya tarixchisi men aşağıdaki Uyg'urlarga ait narsani tekshirib baqsam deb Xitoy hukumati shu burunqi bu Gomindan Tayvanniki qurilishdan ilgirki hukumatga deb mushu tarim qumliga kiribdiki ashada mushundaq narsaning balig'i ularning tarixi materialida bir kitobida borkantu izlab u buni topolmabdi. Lekin buni izlash jarayonida u topgan nima kelsa bizga yaqinda tepildi deb so'zlagan kirorang guzilning jasadi va qavrlari boshqa narsalar borki oshin tepibdika. Bu qavrlarga chaqilish bo'lmaydi deb qo'rqib bir qismini ichib bir qismini ochmabdika. Bizga yaqinda tepildi deb so'zlagan narsaga endi bu tarim qumlig'idan tepilgan bu mashina qandoq tepildi desa Shveysariyaning o tarixchisi ketgandan keyin bu Tayvan Gomindangniki odamlari bular tashrifga keyin bular Tayvan ketgandan keyin hozirgi Xitoy kommunist bular ketish amalni aftirib tarim qumlig'ini qizib hamma yerini uchirib degan yerlarni hammasini qizib oxiri tasaddibiy mush mashinbaga uchirib qolibdi bular. Uchirib bu yerdagi narsalarni ko'ringlar, hech nimaga tegmanglar. Bu chatoq bu ulug'larniki qadimgi Uyg'urlarning sirliq narsalari bak ko'p tusi bo'lmaydi, ozi bo'lmaydi degan narsani burun shu nurg'un davlatlik tarixchilar debdika. Bu Xitoy hukumatiniki mushuning mas'ul bo'lgan boshlig'i mush rasmdagi ko'zoynak bir odamjimi mushu bayqagan chog'da men boshliq bo'lgandan keyin deb hech kimning gapini anglamay bu qandoq narsadir deb bir yerlarni silab bir yerlarni konopkadek bir yerlarni besibdika. Bir chog'da u harakatlanib bir xil nur chiqiribdi. Aqdilla bular nima bo'lganini bilmaydi ekan. Bir chog'da bular esini yig'ib qarasa mushu boshlig'i ikki bo'lib qolgan gap yerda. Bular derhal sirtqa chiqib telegram berib Beyjingga. O boshliq shu mashina sillaganti bir nur chiqibdi bu ikki bo'lib qoldi deb xabar qilgandan keyin ashad midirmay turinglar deb aeroplan bilan harbiylar kelib qo'rishibdi bularni. Qo'rishib bu odamni doktorxonaga olib tashiribdi. Rentgenga solsa bu odam xuddi aynakda o'zini ko'rgandek u o'xshash mush odamni yana bir qit ko'paytirib qo'yibdi mashin. Lekin bu mush odamniki yurigi birisining so'l chetda, birisining o'ng chetda ikki a'zolarini hammasini tekshirsa, o odamniki aynakda sho'lsidaklar hammasi ta'tirkan, lekin normal. Hech qanday bir xil g'alitlik yo'q. Normal turgan. Shuninglar bilan qo'rqib ketib, mushu boshliqni darhol turmaga sevitib hech kim bilmasin deb. Aning yendik odamlarni hech kimga bu gapni tinmanglar deb qo'yib, hammasini qaytirib yetibdi. Buni oshkorlashga bo'lmaydi deb shu chaqda pechatladiki, yaqinda burun mushundaq ish bo'lgan deb malaning ichidagi birisi, ash muxbirdan birisi deb bergan gap. Bu muxbir andikin endi o'tirib chiqarayotgan gap buni. Demek bu yerda o'tganda Yarmamad apandim atom bombani to'xtamay atganni so'zildi-ku. Shu atom bombining etilishi amaliyotda u bir sinoq emas. Sinoq bo'lsa bir qatim, ikki qatim etib to'xtaydi-ku. Bizning bilishimizcha hozirga 64 qatim etib bo'ldi. Demak, bular nima uchun atıldı? Shu sirliq narsa bo'lganligi uchun qo'rqib burunqi Uyg'urlarning mashinasi hozir harakatlangandan keyin burunqi Uyg'urlarni cho'qim yerning ostida bir yerda bor deb o'ylab ashlar chiqsa dunyoni kontrol qildi
Dünyanın aşkçı Uygur'un kolunda diyen bir kitaptaki bir nesimi körüptü bular. Şuna bütün dünyadaki hem tarihçiler bildiğin uçurken bu. Xitay qo'rqib, aşı maşın tepilgan yani Kiroren güzülünün tepilgan qavrisi bayelerini, iş bayelerini hemmisiga atom bomb etip, eşedeki eğer yanın aslında Uygur bağıp kalsa, eşede ya ölsün ya çıkmasın deb atom bombun şununla 64 kıtım atkan nersiken bu. Bu tasadifi pen texnik sınığı degenmek birinin emas.